Sizlar ortimda turgan ekranda qandaydir mod deb o'ylashingiz mumkin, lekin bu unday emas. Bu shunchaki katta va ramka xolos. Uni qanday yasalishini o'rganmoqchi bo'lsangiz, shunchaki videoni oxirigacha ko'ring. Bizga kerak bo'ladi ko'k jun, almazning blok, izumrudniy blok, obsidian, zolotoy blok, медный blok и redstone blok. Mana shu ko'rinishda qurib olamiz. O'rtaga kelamizda pustoy kartani olamiz va kartani sazat qilib olamiz. Ko'rib turganingizdek, mana shunday narsa paydo bo'ladi. Devor quramiz. Qurilgan devor mana shu yerlardan devor qurib olamiz. Keyin esa ramka qo'yib olamiz, pustoy ramka. Bunga kartani qo'yib chiqamiz. Va bizda mana shunday ekran paydo bo'ladi. Bu ekran qanchalar katta bo'lsa, shunchalar chiroyli va rangli ko'rinadi. Sizlar bilan Astro bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar.